Marinka balig'i. Karplar oilasiga mansub bo'lgan chuchuk suv balig'idir. Bu asosan O'rta va Markaziy Osiyoning tog'li daryo va ko'llar. Uzunligi odatda 20 sm, kattaligida 50 sm va uzun bo'lishi mumkin. Vazni bir necha yuz grammdan 1-2 kg va undan yuqori ham bo'lishi hisoblanadi. Marinka go'shti o'ta mazali hisoblanadi. Marinkaning asosiy xususiyatlaridan biri tanasi uzunchoq, musach baliqqa o'xshaydi. Rangi kulrang, zaytun suvi, qora qismi va sariq tusda. Asosan toza kislorodga boy, oq daryolar. Bu bilan birga yoz kunlarda ham ichiladi. Bu suvdagi o'simliklar va mayda hasharotlar boshqalar bilan Marinka juda mazali baliq hisoblanadi. Ayniqsa qovurilganda yetilgan ikrasi va qora qorin pardasi, ya'ni qora plyonka zaharli hisoblanadi. Marinkani to'g'ri tozalash shart. Faqat shundan keyingina u xavfsiz va delikates hisoblanadi. Eng keng tarqalgani oddiy marinka. Amudaryo va Sirdaryo havzalarida ko'p uchraydi. Marinka ovchilari sabrli, ziyrak va hech qachon Marinka balig'i